Yigitlar ko'pincha yonidagi ayolni emas, erisha olmaganini sevadi, yo'qotganini, qo'lga kirita olmaganini yoki uni sevmaganini sevadi. Ko'p yigitlar yonida turgan ayolni chin dildan qadrlamaydi. Ular ketib qolgan ayolni o'ylaydi, erisha olmaganini o'ylaydi yoki ularga umuman e'tibor bermagan ayolni o'ylaydi. Ko'p holatda yigitlarni his-tuyg'u emas, balki ego boshqaradi. Ular sevgi izlamaydi, balki nazorat xohlaydi. Ular tinchlikni emas, balki quvishni istaydi. Sen uni juda qattiq seva boshlaganing zahoti u asta-sekin soviy boshlaydi, chunki erkak o'zini juda xavfsiz his qilsa, zerikib qolishi mumkin. Hech qanday taranglik yo'q, sir-sinoat yo'q, hayajon yo'q, faqat tinchlik. Ammo tinchlik har doim ham uning egosini qondirmaydi. Shuning uchun unga befarq ko'ringan ayol, javob yozishga shoshilmaydigan ayol, iltimos qilmaydigan, uning o'yinlariga qo'shilmaydigan ayol doimo uning xayolida qoladigan ayol bo'ladi. U keyingi munosabatlarda ham xotirasida qoladi. Ko'pincha bu sevgi emas, balki nazorat istagi bo'ladi. U ketib qolgan ayolni romantiklashtiradi, rad etgan ayol haqida o'ylab yuradi, lekin uning uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan ayolni e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Ko'pincha erkak psixologiyasini bitta jumla bilan aytish mumkin. Ular kurashni yaxshi ko'rishadi, tinchlikni emas. Va ko'pincha sening qadr